Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyali o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5 dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. 6. İnsan balasının qadri, bilim və aql bilan bo'ladiganligi so'zlanadi. Xudo insonni xillab tanladi va yaratdi. Uningga fazilat, bilim, aql va farosat berdi. Uningga qalb ato qildi, ham tilini ravon qildi. Haya va go'zal xulq, qiliq berdi. Bilim berganligi uchun inson bugungi buyuklikka erishdi. Farosat berganligi uchun tugunlar yeshildi. Xudo kimga aql, farosat va bilim bergan bo'lsa, uning qo'lidan ko'p yaxshiliklar keldi. Bilimni buyuk, idrokni ulug' deb bil. Bu ikkisi xillangan bandaning martabasini o'stiradi. Bu so'zning dalili sifatida Munu söz keldi. Bu sözni anlığında sözünü şu yerda to'xtatdi. Qayerda idrak bo'lsa, ulug'likka erishidi. Bilim kimda bo'lsa, u buyuklikka ega bo'ladi. Farosatlik ufqolaydi. Bilimlik bilalaydi. Bilimlik farosatliklar tilikiga yetadi. Bilimning ma'nosini bil. Bilim nima deydi? Bilim bilgen erdin hamon kesel yiroqlashidi. Bilimsiz kishilarning barchasi kesalchan keladi. Kesalni davolamasa kishi tezli o'lib ketadi. Yur, ey bilimsiz, kesilingni davola. Ey olim, bilimsizlikning davosini sen aytib ber. Farosat bir chulvurdir. Uningga erishgan kishi tümenligen arzusu bo'lsa-mu tilikiga yetalaydi. Qara, farosatning kishiga foydasi ko'p. Bilim bilgandan keyin kishi aziz bo'ladi. Har qanday ishni farosat bilan ishla. Erishgan vaqtlaringni bilim bilan mustahkamla. Yettinci, tilning fazilati va qusuri, foydasi va ziyni aytiladi. Til, bilim, aql, farosatga tilmoshdir. Bu ravon tilni kishini yo'ritquchi deb bil. Til kishining qadrini oshiradi. Uning bilan kishi baxtga erishadi. Til kishini xo'rlab qo'yadi. Uning bilan arning beshi ketadi. Til go'yo eshikda yotgan arslondir. Ey uy egasi, ehtiyot qil, beshingni yeydi. Til azobidan qiynalgan kishi nima deydi? Angla. Bu so'zga amal qilib, uni o'zingga hamroh qil. Ya Rabb, til menga qanchalik ko'p jafo chektirdi. Beshimni kesmasin uchun tilimni kesay. So'zingga ehtiyot qil. Beşin ketmisin, tilingni ko'zatgin, tishing sunmisin. Bir olim til haqida puxta bilim bergan edi. Ey til egasi, beshingni qo'g'dig'in. Sen o'zingga esallik tilasang, tilingdan yaramsiz so'zlarni chiqarma. So'zni bilib so'zlasang, bilimga yotadi. Bilimsizning so'zi o'zining beshini yeydi. Köp sözden artık payda kömedim. Tekrar sözleştin nepmi tapmadım.
ko'p so'zlama, zarur bo'lganda oz so'zla. Tuman so'zning tugunini birli so'z bilan yash. Kishi so'z bilan yuqori o'rlab podshoh bo'ladi. Ko'p so'z boshni yaga agdiradi. Ko'p so'zlasa quruq gap sotdi deyishidi. Agar so'zlimasa kekashgan deydi. Shundoq ekan, ustilik bilan ish qil. Ustilik bilan qilingan ish kishini yuqori ko'taradi. Tilingni qattiq saqla, beshing saqlanadi. So'zingni qisqartqin, yeshing uzuraydi. Tilning ko'p foydasi bor, ziyni nurg'un. Til ba'zida maqtiladi, ba'zida ming turlik so'kish oladi. Demak shundoqkan, so'zni bilib so'zla. So'zing ko'zsiz qorug'iga ko'z bo'lsin. Bilimsiz aniqki qorug'idir. Yur ay bilimsiz, tegishlik bilim ol. Qara, tug'ilgan odam o'ladi. So'zi belgi bo'lib qoladi. So'zingni yaxshi so'zla, o'zing o'lmaysan. Ikki narsa bilan odam qiyirmaydi. Biri yaxshi harakat, biri yaxshi so'z. Odam tug'iladi, o'ladi. Baqqinki uning so'zi qoladi. İnsan o'zi kessimi, nomi qoladi. Sen o'lmaydigan bir hayot tilasang, xulqi mijozing bilan so'zingni yaxshi qil, ey dono. Tilni xeli maqtadim, ba'zida so'kdim. Maqsadim tilni sana tushuntirish edi. Hammali so'zni yig'sa aql ma'qul ko'maydi. Kishi hojatlik so'zni so'zlaydi, yoshirmaydi. Ey dono, so'zimni o'g'limga so'zladim. O'g'il mendan to'van turdi. Menga qandoq tanglashsin? Ey o'g'il, so'zimni sana so'zladim. Ey o'g'il, sana o'zimning bu nasihatimni qildim. Mendan sana oltin kumush qolsimi, sen uni bu so'zlarga tang ko'ma. Kumushni ishlatsang tugaydi, yo'qoladi. So'zimni ish qilsang, kumush tepiladi. Kishidan kishiga qoladigan meros so'zdir. Vasiyat qilingan so'zni esingda tutsang, foydasi ko'pdir. Ey dono olim, bugun qopiqingni turma. O'zrimni ayminib aytaman. Sakkizinci, kitap egisi o'zrini aytidi. Ey olim dono, tilikim kelgusi avlodlarga tegishlik so'zlarimni qoldirish edi. Lekin bir fikr qarshi chiqib dediki, diqqat qil. So'zing xato bo'lsa, sana ziyon zahmat yetadi. Xalqning tili yomon, u gapingni qiladi. Kishilarning qiliqi hasadxo'r, go'shingni yeydi. Sapsilib qarasam, yukim yengilladi. O'zimga dedimki, so'zla, hamma so'zingni to'k. Nima uchun desang, sana aytay. Ey jasur qahramon, so'zimni anglag'in. İnsan yengiladiganligi uchun uning nomi yangliq bo'lgan. Yengilish, ya'ni yangliq inson uchun berilgan. Kim yengilmaydi? Menga aytib berginchi. Sana aytayki, yengiladigan kishilar tumanmingdir. Bilimliklar nihoyat az, bilimsizlar ko'p. Bilginki, idraksizlar ko'p, idrakliklar kam uchraydi. Bilimsizlar bilimlikka dushman bo'ldi. Bilimsizlar bilimlikka hasad qildi. Kishi bilan kishining zo'r farqi bor. Bu farq bilimdila ko'rinadi deyman. Ushbu so'zimni bilimliklar uchun so'zladim. Bilimsizning tilini o'zimmi bilmayman. Mening bilimsiz bilan qiladigan hech so'zim yo'q. Ey dono,
Men seninle hizmetkarım. Sana sözümni sözleşke eyminip, ushbu özrimni bayon qildim. So'zligicha ozidu ham yengilidu. İdrakliklar anglasa, o'nglaydu, tuzitudu. Söz tögü burnidek chuluklik narsaki, tögini qayoqqa yetilasa, shu yoqqa ketadi. Sözni bilib so'zliguchilar ko'p. Buni tushunguchilar men uchun bak azizdir. Hamma yaxshiliklar ilmning foydasidandir. Misali, bilim bilan ko'kkimi yo'l ochiladi. Hamma so'zingni bilim bilan so'zla. Hamma kishi bilimi bilan buyuk bo'ladi deb bil. Söz ko'k osmondan bo'z yerga tushdi. İnson so'z bilan o'zini qadr-qimmatga ega qildi. Kishining ko'ngli go'yo tubsiz dengizga o'xshaydi. Bilim bo'lsa, uning tegida yotgan unchidir. Kishi dengizdan unchini chiqamasa, u mayli unchi bo'lsin, mayli soyning teshi farqsiz bo'ladi. Bo'z yer qetidagi oltin bir toshdir. Agar qezib chiqarilsa, baglarning beshiga bezak bo'ladi. Bilimli kishi bilimni til bilan bayon qilmasa, uning bilimi yillab yozsimi, atrofni yo'rtanmaydi. İdraklik, bilimlik bo'lish nihoyat yaxshi narsadir. Agar uningga erishsang, ishlat, uchib ko'kka yet. İdrak va bilimning nima ekanligiga aqli yetgan al-yurt begi nima deydi? Angla. Jahon tutishqa idraklik kerak. Xalqni boshqarishga aql ham jasorat kerak. Jahon tutqichi jahonni idrak bilan tutdi. Xalqni boshqarg'uchi ilm bilan boshqardi. Dunyoga odam zoti to'ralgandan tortib, idrakliklar yaxshi qonun turg'izib keldi. Bugungi qadar qaysi zamonda bo'lsin, bilimlikka yuksak o'rin tagdi. Kishilarning yomini aql topsa tuziladi. Xalq ichidagi qalaymaqonchilik bilim bilan besiladi. Bu ikkisi kor qilmasa, bilimni qo'yda, ondan qo'lingni qilishga uzatqin. Olim dono baglar xalqqa bosh bo'lib, bilimsizlarning ishini qilish bilan hal qildi. Jahonni qo'lda tutmoq uchun kishi nihoyat idraklik bo'lishi kerak. Xalqni boshqarish uchun kishi bilim bilishi kerak. Bu ikkisini birlashtirgan kishi kamolatga yetadi. Komil dunyo ne'matlarining hammasiga ega bo'ladi. Agar har ikki dunyoni tilamoqchi bo'lsang, qo'lingdan kelsa, uning chorasi yaxshilik qilishdir. Agar o'zing yaxshi bo'lishni tilasang, yur, yaxshilik qil. Boshqa so'zga hojat yo'q. Kishi mangulik yashamaydi. Nomi mangu yashaydi. Uning yaxshi nomi mangu saqlanib qoladi. O'zing mangu emas, balki noming mangudir. Noming mangu bo'lsa, o'zingmi mangulik bo'lasan. 9. Yaxshilik qilishning madhiysi va foydasi aytiladi. Agar xalqqa hukmronlik yurgizadigansan, barliq so'z harakating bilan yaxshilik qil. Yigitlik o'tib ketadi. Tiriklikmi tugaydi. Sen bu tush kabi dunyodan tezli o'tib ketasan. Hayotingni sarmoya qilki, uning foydasi yaxshilikdir. Bu tangli oxiratda yaxshi yegulik va kaygulik bo'ladi. Kishilarning yaxshisi nima deydi? Angla. Nafas elib yuradigan jonliqlar oxiri o'lgusi. Nazar sol, dunyoda ni arlar tug'ildi. Ular bir muddat hayot kechirib, oxiri o'ldi. Mayli bag, mayli malay
yoki yaxshi yomon bo'lsin, o'zi o'lgan bo'lsa, iz nomi qoldi. Endi bu o'rin navbatida sana tegdi. Hammadan avval yaxshilik qil, yaxshi bo'l. Tirik odam oxir o'lgusi va yerni to'shak qilg'usidir. Qara, kishi yaxshilik bilan o'lsa, nomi hayot qoladi. Ikki turlik nom tilloda yashaydi. Biri yaxshi nom, biri yomon nom dunyoda qoladi. Yomon so'kish oladi, yaxshi maqtashga erishidi. O'zingga qarab ko'gin, qaysisini xohlaysan? O'zing yaxshi bo'lsang, noming maqtaladi. Agar yomon bo'lsang, so'kilasan, ay pok kishi. Pes Zahhak nima uchun so'kishga loyiq bo'ldi? Baxtlik Fridon nima uchun maqtaldi? Biri yaxshi edi, uni maqtashdi. Biri yomon edi, uni so'kishdi. Sana yomonlik loyiqmi yoki yaxshilikmi? So'kishni xohlamsan yoki maqtashnimi? Qaysisini xohlasang birini tanla. Tanlig'ining yaxshi bo'lsa-mi, yomon bo'lsa-mi, keyin o'kinma. Tajribali kishi buningga bir tamsil so'z aytdi. Tajribali kishi el-yurt ishini biladi. Kishi yaxshi nom bilan olqishga erishadi. Yomon nom chiqarganlar o'lganda qarg'ish topadi. Yomonlik qilganlarni ko'p sinadim. Kunlar o'tgan sari kuchdan uzildi. Ey bilimli kishi, qanchaki ko'zatsam, yomonlarning ishi ilgari bosmadi. Yomonlik bir o'tdir. O't ko'ydiradi. Yo'lida o'tishga bo'ladigan kechik yo'qdir. Bizdan ilgari o'tganlarga qarab ko'rsak, mayli qari xalq, bag yoki dunyo so'rig'ichi bo'lsin, bularning qaysisi bilimga erishgan bo'lsa, ular zamon va dunyoni qo'lida tuta oladi. Dunyo baglarining qaysisining bilimi bo'lsa, yaxshi qonun turg'izdi. O'ldan kishilardan bo'ldi. Bugunmi kimiki yaxshi deb atalgan bo'lsa, eng avval shular yaxshilarga bosh bo'ldi. Qaysi bek dono bilimga yaqin bo'lsa, u bilimli kishilarni o'ziga yaqin tutdi. U qo'liga olgan har bir ishni diqqat bilan ishladi. Ilmini ishqa silib xalqni boshladi. Elini tuzatganlikdan xalq beyidi. Xalqning boyligini o'ziga qo'rg'on qildi. Sexiy deb otilib yaxshi nom chiqargan, sexiy odam o'lsa, uning nomini tirik deb bil. O'lishni bilib o'ziga hozirlik qilganlar tiriklar uchun nomini kitobga putib qo'ydi. Bugun kim uni o'qisa bilimga ega bo'ladi. Ularga agishib yaxshilik qiladi. Dunyoda bilimdan aziz yana nima bo'lsin? Bilimsiz deganlik er uchun sat haqoratdir. Dunyoda ko'p narsalarni sinab uzun yashagan bilimli kishining nima deganligini angla. Bilim sizga 4dan o'rin tegsa, qarag'inki 4 paga bo'lsa 4 hisoblanadi. Agar donoga pagadan o'rin tegsa, bu paga 4danmi yuqori bo'ladi. Bunchilik qadr-qimmatning hammasi bilim uchundir. Dunyoda uning o'rni mayli 4da yoki pagada bo'lsin baribir. Qara, bu esil kishilar ikki turlik bo'ladi. Biri bag, biri dono. Bular insonlarning boshlamchisidir. Buningdan boshqalarning hammasini hayvon hisobla. Xohlasang bu tarafda tur, xohlasang u tarafda. Sen qaysi tarafda turasan, menga ochiq ayt. Ikkidan bir tarafida bo'l, uchinchisidan qoch. Biri qo'liga qilich elib xalqni idora qiladi, biri qalam elib yashash yo'lini ko'rsatadi. Ulardan yaxshi qonun meros bo'lib keldi. Bu meros kimning qo'liga tegsa, yuqori o'rladi. O'likdan tirikka meros qiladigan narsa so'zdir. Meros qolgan so'zni anglasa, uning ko'p foydasi bor. Aniqki, bilimsiz bir qarg'udir. Ey ko'zsiz qarg'u,
bir o'lish bilim ol. Kishi ko'rki so'zdir, so'zning turi ko'p. Yur ey tilim, yaxshi so'zli kishini maqta. Buningga taqlidan turkcha bir misol keltirib, buni shuningga o'xshatib so'zladim. Aql ko'rki tildir, tilning ko'rki so'z. Kishining ko'rki yuzdir, yuzning ko'rki ko'z. İnsan so'zini til bilan so'zlaydi. So'zi yaxshi bo'lsa, yuzi yo'riq bo'ladi. Nazar silinsa bu turk baglari jahon baglarining yaxshilari edi. Turk baglari ichida nomi mashhur bo'lg'ini Saodatman To'ng'a olib er edi. Yuqori bilimi bilan fazilati ko'p. Bilimlik, aql, farosatlik xalqning xili edi. U ajoyib, xil, yaramliq, jasur er edi. Dunyoda zerak erlar jahon so'radi. Tojiklar uni Afrasiyab deb ataydi. Bu Afrasiyab ko'p ellarni talab boshqurdi. Noiti ko'p fazilat, aql, bilim kerakki, jahon so'rig'ichi ondin jahonga qo'l sunsin. Tojiklar buni kitobda yozdi. Kitobga yozmagan bo'lsa, uni kim biladi? Jasur, botur kishi noiti yaxshi aytgan. Jasur kishi chegish tugullarni yeshidu. Jahon so'rash uchun ming turlik fazilat kerak. Qulonni besish uchun arslon kerak. Jahon so'rig'uchiga ming tuman fazilat kerakki, uning bilan al yurtni so'raydi va tumonni suzildiradi. Jahon so'rig'uchi qilich urib dushman bo'ynini kessin. Qonun bilan eli va xalqini tuzusin. O'ninchi, bilim va idrok farosatning fazilati, foydasi aytiladi. Tilikim so'z edi. Ey bilimlik dona! Farosat, bilim haqida o'zim so'zligayman. Farosat qorong'u tundagi mash'alga o'xshaydi. Bilim yo'riqlik bo'lib seni yo'rtadi. Kishi farosat bilan o'rlab, bilim bilan yuksaladi. Bu ikkisi bilan qadr qimmat topadi. Buningga ishonmasang, Noshirvonga qara. U jahonni farosat ko'zi bilan yo'ritdi. To'g'ri qonun yurgizdi, xalqi beyidi. Yaxshi davroni bilan nomini yaxshi qildi. Bilimlikning mundoq bir so'zi yodimga keldi. Bilimlik davzixi bo'lsa, davzaxdan yiroqlashadi. Kichik o'g'lonni-ku idrokqa yetib yeshiga to'lmig'icha qalam yurgizmaydi. Ko'ginki idroklik kishilar qerisi ozidu, idrok ketdi deb qalamni to'xtatadi. Agar talva kishini urib o'ltirsa, uningga o'lim yo'q. Zahmat yetkazilmaydi. Nimishqa desang, u idroksizdir. Idroksiz kishilarning hech nimada hassasi bo'lmaydi. Qadr qimmat idrok uchundir. Aql idroksiz kishi bir o'chim loydir. Sapsilib qarasang, bu so'z yaxshi aytilgan. Aql idroksiz, bilimsizlar o'zini yuksaltirmaydi. Nazar solsang, barcha kishi kiyim kiydi. İdraklik, bilimliklar kiyim bilan emas, asli bilan qadrlikdir. İdraklik kishi esil bo'laman desa bo'lalaydi. Bilimi bo'lgan baglik qilsimi qilalaydi. Kimda aql idrak bo'lsa, u esil inson bo'ladi. Kimda bilim bo'lsa, u baglikka erishalaydi. Bo'z yer ustida inson bolasi qo'l ko'tardi. Hammani bilim bilan barpo qildi.
kishi aql idrok bilan esil otiladi. Beyler el işini bilim bilen yürgüzüdü. Tümen min xil faziletler, köp madhilengen işler, aql idrak bilen qılınğanlık üçün maqtalgandır. İdrak azlıqını az deme, onun paydası köptür. Bilim azlıqını az deme, o er üçün qimmetliktir. Dana sözlegen munu töt nersinin azlıqını az dep sanıma. Bu sözni zihnin bilen anla. Bu tötnin biri ot, biri yavdur. Üçüncüsü tirikliknin küşendisi boğan keseldir. Buladın ahırqı biri bilimdir. Bu töt nersini sel çağlama, kımmeti yüksektir. Buladın her birinin paydası mı, zini mi köp. Bazısı berimdek, bazısı ilimdek zörür. Bilim goya kimyadır ki, bütün nersini etrafığı yığıdı. O idrak ordusu, hamma narsa onunla cemlenidu. İhbar ve bilim bir-biriga o'xshash narsalardir. Uni o'zingda yoshirib saqlashga bo'lmaydi. Sen ihbarni yoshirsang, uning hidi bilinib qoladi. Bilimni yoshirsang, tiling oshkora qiladi. Bilim bir boyliqdir ki, u zodi kambag'allashmaydi. O'g'ri hiylagarlarni o'g'irlab ololmaydi. Bilim ve idrak kishi uchun kishandir. Kishanlik kishi yaramaz ishlarga yaqin borolmaydi. Kishi yaxshi ko'radigan etini kishallab tutadi. Minishlik etini bo'lsa, ko'zitib saqlaydi. Kishanlik qochanmaydi. Xolig'ining yuradi. Tushaklik yiroqlashmaydi, xohlagan yeringda turadi. Aql idrak sana yaxshi va ishonchlik adashdir. Bilim naiti mehribon qarindoshdir. Bilim sizga bilgini va qiliqi dushmandir. Boshqasi bo'lmagandimi, bu ikki jidal yetarlikdir. Buningga taqlidan turkcha tamsil esimga keldi. Buni sen o'qig'in, as yodingda tut. İdraklik kishi uchun idrakning o'zi chin do'stdir. Bilimsiz kishiga nomili yetarlik haqoratdir. Bilimlikka bilimi yetarlik kiyim-kechak, yemek-ichmakdir. Bilimsizga o'z qilmishi yovuz qo'ldashdir. Ey idraklik yaxshi odam, g'azabni o'zingdan yiroqlashtir. Bilimlik bag, qahrlanma. Namingni yaxshi qil. Bu ikkisi bilan ishqa oldirab yiqillashma. Agar yiqillashsang, ömringni zoyi qilasan. G'azab bilan qilingan ish doim pushaymonlik bo'ladi. Kishi qahrlansa, ishda odishidir. Kishi egri besiq, salmoq mijozlik bo'lishi kerak. Bag vazmin bo'lsa, kunlari yo'riq bo'ladi. Muloyim ham xushbeil bo'lish kerak. Aql idraklik ham bilimlik bo'lish kerak. Kishini yaxshi tanlash uchun idraklik bo'lish kerak. Ishni yaxshi puttirish uchun bilimlik bo'lish kerak. Yaramsiz yaramliqni aniq ko'zitib, keraklik keraksizni haqiqiy surishtirib, o'zi ayirib, tanlab farqlantira olsa, hammali ishda ko'zini o'tkir qilsa, ondan ishlar mukammal ham pishiq bo'ladi. Chunki bilimlik kishilar oshni pishiq yeydi. Bu xil kishilar tilikiga yetadi. Ikkili dunyoda ishi o'ngishliq bo'ladi. Qahrlanish bilan g'azab odam uchun yovuz narsa. Bu ikkisi bilan vujud davomliq aziyat chekadi. Bilimlik dana nima deganligini angla. Bu so'zga amal qil, ey mangzi qizil kishi. İnson qahrlik bo'lsa, aqldan osadi. Agar g'azab kelsa, farosatdan mahrum qiladi. Qahrlanish kishi uchun yovuzdir.
u bilimni yo'qotadi. Oliyjanob kishilarmi qahrlansa qo'pollik qiladi. Bilimlik kishi nima deydi? Angla. Bilimlikning so'zi haqiqatan so'yimlik jonga o'xshashdir. Qara, bu bir qancha narsa kishi uchun yovuzdir. İnsan uningga o'ginib qolsa, vujudi bulg'unadi. Bulardan biri yolg'on so'zlash. Uningdan keyingisi so'zida turmaslik. Üçüncü biri ichimlikka berilish. Bundaq odam shubhisizki tamamen behuda yashaydi. Odam uchun yana biri jahil qiliqdir. Jahil mijozlik odamga xushallik bo'lmaydi. Yaramaz odatning yana biri pastkash qiliqdir. Bundaq odam kishilarning uyiga so'riqchilik soladi. Yana biri tili yomon, qahri g'azablik bo'lish. Bundaqlar eg'iz ichib so'ksa kishini azoblaydi. Bu bir qancha narsa bir odamda yig'ilsa, undaqlardan muqaddas baxt tezib yiroqlashadi. Palak anga baxmaydi. Beshi gangirab qoladi. Shuning bilan billa xuy paylimi ayniydi. Yur, ay yaxshi kishi, yaxshilik qil. Yaxshi kishining ishi doim o'ngishliq bo'ladi. Amdi sinoqlar orqali yuksilib, al ishini boshqurgan xushbe'il kishining nima deganligini angla. Yaxshilik necha yillar yashasimi qerimaydi. Yomonlikni qancha parvish qilsimi tuzalmaydi. Yomonning yeshi qisqa, u pushaymon bilan qayriydi. Yaxshilikning umri uzun, u pushaymonsiz yuridi. Yaxshi har kuni yangi tilikini topadi. Yomonning g'ami kunda minglab oshidi. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.